Assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimizni kuzatib boruvchilar, kanalimiz obunachilari. Bugun navbatdagi reklamamizni video obzor qilamiz. Bugungi reklamamizda Matiz avtomobili bor. Mana Matiz 2004-yil 150 ming probeg. Kraskalari toza. 4 ta yaxshi balon holatda. Balonlar yaxshi. Tayyor 12-21 ga lakinikalar yopishtirilgan. Motor hadovoy zo'r, yangi akkumulyatorlar bilan jihozlangan. Chexol purgilari yaxshi holatda. Pioner magnitofonlar, pechkalari istadi. Rullar Spark roll. 65 talik metan balonlar bilan jihozlangan. Ichi yo'q. Minasiz bemalol ishingizni ko'raverasiz. Mashina ezilmagan. Eshik holatlari ochilib yopilishlari ham yaxshi. Tepalari zo'r holatda. Egalari nomer olish shart emas dedi, shuning uchun nomerni olmadik. Yag'bag'ida petnolari bor. Atak toza mashina, ishi yo'q. Narxini egalari tomonidan 30 million so'm baholashyapti. Ozmoz kami bor. Ishonarli mashina, dokumentlari, hujjatlari hammasi taxt holatda. Mashina Uzun tuman Yangiro'zg'or mahallasida. Egalari nomerlarini pastda qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar kimga qiziq bo'lsa. Sog' salomat bo'linglar, kunlaring xayrli va barakatli o'tsin. Ishonchli reklama xizmatlari kerak bo'lsa bizga murojaat qilaverasizlar.